Bunaqa chiroyli kvartira anchadan beri ko'rmadim. Qaranglar. Mana lyustralarni. Biz hozir Abu Dhabi turar joy majmuasiga kelganmiz. Huvaydoda joylashgan 5-etaj 102 kvadrat maydonga ega 3 xonali desak ham bo'ladi. Kirovishda prixожий mebellarini qaranglar. Do потолка qilingan. Kirishimiz shunaqa katta hol qismi. Planda o'zi как zal qismi mana shu hisoblanadi. И bu yoq как hol, kattagina hol qismi juda ham keng qilingan. Mana TV zonasi turibdi bu yoqda. Bir ikkita narsalar olib chiqib ketiladi, no asosiy ko'p narsalar qoladi deyaptilar. Remontlarga e'tibor berasizlar. Juda ham shikarniy remontdan chiqqan. Mana tilla rang aralashtirib qilingan. Imam eshiklar ham skrit eshik qilingan, yopganinglarda как будто eshik yo'q deb bo'lib turadi. Bu bizning detskiy xonamiz. Birinchi xonamiz desak bo'ladi. Ikkinchi xona deb endi mana bu hisoblayverasizlar, как zal. Lekin zo'r chiqibdi remontlari, gap yo'q. Mana sanuzol bitta ko'ringlar. Такое необычный. Zo'r chiqibdi. Endi oshxonani ko'ramiz. Oshxona mebellarini ham zo'rlarni qilibdilar. Lekin hamma xonada lyustralar необычный qilingan ekan, rosa ham. Oshxona mebellari ranglari zo'r tanlangan. Bu yerda katta balkon qismi bor. Xo'p, ana endi master spalni ko'ramiz. Bu yerda kirovishda bu ochib o'tirgan bu dushovoy bor ekan, o'zini sanuzoli va mana spalni zonasi. Bu yerda ham o'zini встроенный mebellarigacha qilingan. Biz avtorskiy proyekt, sifatli mahsulotlar remontdan chiqqan, mebellar ham qimmat mebellari. To'pli-po'lli qilingan, radiatorlar qo'yilgan. Hamma narsa zo'r, narxini ham xudo xolasa zo'r chiqaryapmiz. Imенно shu Abu Dhabida mana shunaqa chiroyli kvartira qidirgan tanishlar jo'natib qo'yinglar. Narxini opsiyada qoldiraman. 102 kvadrat, 5-etaj Abu Dhabi Huvaydo. Telefon qilinglar, bizdan kuzatishda davom etinglar.